50 ming dollarlik mashina minish uchun nima qilish kerak degan aka-ukalarimiz uchun kamida siz 7,5 ming dollarlik apparat oladigan bo'lsangiz, keyin shunaqa mashinalar minasiz. Xo'p, bu lazerli apparatimiz 6 metrga 1,5 metrligi bo'ladi. 33 ming dollardan sotilayotgani aksiyada 29,5 ming dollardan chiroyli holatda o'rgatib qo'yish ham yo'q ichida. Undan tashqari bunaqa press apparatlarimizga keladigan bo'lsa, shu kichkinasi ko'rib turganlarni 7,5 ming dollarga berishadi. Eng asosiysi bitta labo damazni ham puli bas akalar. Yaxshi daromad topsa ham bo'ladi. Bunisi eng asosiysi 40 tonnaligi bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari kattalari bormi deganlarga, Surfing deganlari bor, 17,5 ming dollarga chiroyli holatda qilib beriladi. Xo'p, eng asosiysi ikkitasidan oladigan bo'lsangiz 3 ming dollarlik svarka apparatimiz, uchtasi bittasi mutlaqo bepul qilib berishadi. Eng asosiysi bu apparatlarimizni 15 yildan beri akalarimiz olib kirishadi. Narxlari juda ham arzon va sifatli bo'ladi. Ishlab chiqarishingizga oladigan bo'lsangiz, ishingiz tezlashadi va daromadingiz anchagina oshib ketadi. Pastda nomerlar bor, Ravshan Medal nimsani chiroyli qilib beringlar. Yaxshi niyat qilib sizdan voyah mashinasini olishga harakat qiling.